Esimda bor, birinchi kunim ishlash. Aeroportdan bitta klient chiqdi. 3 soat bo'lgan ish boshlaganimga. U opa qimmat mashina zakaz qilaman deb, yaxshi mashina zakaz qilaman deb adashib meni zakaz qilib qo'ygan. Keyin bundoq qaradida, dedi, "San bunda yurasanmi?" dedi. "Men dedi, qora mashina zakaz qildim deb o'yladim" dedi. Nicho, mashina yengil ekan-ku, yur dedi. Shunda o'tirdi. Mashina gaplashib ketdik yo'lda. Bildimki, endi yuzidan ko'rinib turibdi, demak, oddiy ayol emas. Xullas, yo'lda suhbatlashib ketdik. "Qayerliksan?" dedi. "O'zbekistonlikman" dedim. "Restoranlarga kirdingmi?" dedi menga. "Da" dedim, "restoranga kirdim" dedim. "Qaysi restoranga kirding?" dedi. "McDonald'sga kirdim, orzuyimni amalga oshirdim" dedim-da. O'sha McDonald'sni ham men sizga aytib beraman, juda kulgili bo'lgan. Bitta qoravoy yomon ustimdan kulgan, uni aytib beraman. Keyin opa aytdiki, "Amerika bilasanmi?" dedi. "Steyklari bilan mashhur" dedi. "Amerika Steak House'ga kirdingmi?" dedi. Keyin "Yo'q" dedim, "Kirmadim" dedim. Keyin "Ha, yaxshi" dedi. Yo'lda juda chiroyli suhbat qildik opa bilan. Menga oxirida уже uyga kelayotganda "Amerikaga xush kelibsan" dedi. "Men dedi, sandagi odamlar dedi, Amerikani dedi, yanada yaxshi qiladi. Men dedi, shunda anaqani ustiga $100 qo'y dedi. Menmi sanga dedi, Amerikaga xush kelibsan dedi. Ayolingni dedi, yaxshi steak house'ga olib kirgin" dedi.